Hurmatli kuzatuvchilarimiz, bu videomuzda sizlarga yana shu ko'rib turgan Nexia 2 avtomobilimizni birgina pasport bilan aksiyaga qo'yib beramiz. Oxirigacha e'tiborli bo'lib ko'rib kuzatib boraverasizlar. Mashina 2009-yilda ishlab chiqarilgan, holati ideal. Sonus gibrid motor, prostoy gidravlika bo'ladi. Mashina sosteniyasi zo'r, haydashga tayyor. 4 dona yumshoq balon, metan gaznadin qo'yilgan. O'zining rodnoy chexollarida turibdi mashinamiz. Mana do'stlar. Poliklar döşelgan, o'zining rodnoy chexollarida teller döşelgan, tayyor holatda. Mashinada 4 tane yumshoq balon ham qo'yilgan. Balon damislar, metan damislar tayyor holatda avtomobilimiz. Hech qanday rasxod yo'q. 222 ming yurt turibdi, 2009-yil. Prostoy gidravlika. Yurgan probegini ham ko'rsatib o'taman. Mana do'stlar. 222.918 kilometr yurgan mashinamiz. Salon holati ham matoy bo'lib turibdi. Birgina pasport bilan sizlardan birgina talab etiladigan narsa do'stlar, odlaringizga iloji bo'lsa, kredit amalgan bo'lsangiz o'zingiz uchun yaxshi, kredit chiqarish ansat bo'ladi. Olgan bo'lsangizlar ham vaqtida to'langan bo'lishi kerak, qizilda bo'lmasligi kerak odlaringiz. Shundagina bizlar sizlarga bu avtomobilimizni kreditga chiqarib bersak bo'ladi. Birgina pasport bilan e'tibor qilamiz, 3 yilga 2 million 100 ming so'mdan tushadi oylik to'lov. Gelip bemalol xarid qilaverasiz do'stlar, mashina narxi ma'qul bo'lgan bo'lsa. Motor qismidan bir qator ko'rib o'tsak, nalichida xarid qilaman, naqd olaman degan yurtdoshlarimiz uchun 35 million so'mga qo'yib beraman mashinani bahosin. Sonus gibrid motor. Mana do'stlar, eldalaringizda o'tiribdi mashina, 2009-yil bo'ladi. Motor, korobka, ходовой sistemasida umuman kamchilik yo'q. Tekshirtirib olaverasizlar. Nalichida 35 million so'm. Kreditda birgina pasport bilan chiqadi. 2 million 100 ming so'm oylik to'lovdan 3 yil muddatga kredit etib beramiz mashinani. Bunday narxlar, bunday aksiyalar faqat Bag'ot aka avtosavdoda bo'ladi do'stlar. Hammalaringizni kutib qolamiz. Salonimizga kelsangizlar, ishlaringiz tez va sifatli bajarib beriladi. Kelaverasizlar, hammalaringizni kutamiz. Rahmat ko'rib kuzatib turganlaringiz uchun like bosib, videoni maksimal shundan birgina pasport bilan mashina alamanda birgan danishlarga yuborib qo'yish yoddan chiqmasin.